Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savol: sajda oyati kelsa, ro'molsiz o'qiyotgan bo'lsak, hijob kiyib sajda qilamizmi debdilar. Shart emas. Bu narsa haraj. Ya'ni har doim hijob kiyib, tahorat qilib, qiblaga qarab sajda qil deyish haraj degani qiyinchilik tug'diradi. Qiyinchilik esa o'z-o'zidan odamni o'sha narsadan bezor bo'lishiga olib keladi. Ana shuning uchun ko'p odamlar keyin sajda oyatini tashlab ketadi, eshitayotgan bo'lsa yoki ovozni o'chirib qo'yadi, o'tkazib yuboradi yoki ana shu narsalar sodir bo'ladi. Shuning uchun ulamolar o'rtasidagi rojih to'g'ri so'zda sajda tilovati namoz emas. Shuning uchun namozdagi shartlar ham unda shart qilinmaydi. Tahoratsiz ham, qiblaga qaramasdan ham, ayol kishi yoki mana hijobsiz ham shunday o'tirgan joyda sajda qilsa bo'laveradi. Sajda tilovati bu xuddiki zikrdek gap. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam la yaqbalullohu salata haidin illa bihimor. Alloh hayz yoshiga yetgan ayolning namozini ro'molsiz qabul qilmaydi deganlar, bu namoz haqida aytganlar. Oddiy zikr haqida, Qur'on o'qish haqida aytmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham ayollar Qur'on o'qigan, sajda oyatini o'qigan, biror joyda Rasululloh buni shart qilmaganlar. Shuning uchun bu joiz, allohu a'lam.